Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 5. Bugün Bamdat'tan yanğan Hoca Hidayetullah İşan çoqur yüzünü bağlat qozup, bir qism sopi dervişlerini əgəştürgünəcə qasırdan çıxdı da, Töşük darvazası arqılıq Qashqar şəhriga kirib, Əmir Mirza Haydar Doğlatı'nın ordusının aldığı kelib toxtadı. Assalamu alaykum İşan pirim, deb salam berdi orda darvazasını qoğduğucu sərbazlarının başlığı. Va alaykum assalam, dedi İşan aq arğamaqның üstüdünla salamını elik elib. Əmir canablары bilan görüşməkçidim, xabar qilib qoysunlar. Kirivəslər pirim, ordu darvazası hazratları üçün hər qaçan uçuq. İşan sopi dərvişlərini sırtı qaldırıb qoyub, çoqur yüz bilan Molla Saqi, Molla Naqi xəlifələrini əgəşdirib orduğa kirdi də, Qubulxanada bəg sipahlarının məlumatlarını anlap oturğan Mirza Haydar Doğlatı'nın aldığa paypaslab kəgidicə dad pəryat kötürdü. Dad, əmir canablары, Sultan İsmail Xandək adaletlik xanlarının zamanısıdımı, birovlar xan yarlıqını közgə ilmay, birovlarning jiniga qasd qilyapti. Men əmir janoblarının aldığa adalet izlab keldim. Mirza Haydar Doğlatı təəccüb ilgida o'rnidan turdi da, İşanның aldığa kelib qo'l elishib ko'rishdi. Hol ahvol so'radi. Hazratlariga nima xafaliq keldikin? Mumkin bo'lsa, arzlarini tafsili bayon qilgan bo'lsalar. Biz Sultan İsmail Xan adillərinin Saidiya tasarrufida sülük, məzhəb macralarını çəklaş yarlıqıga əməl qılıb kəlgən bolsaqmı, amma İsaqiya sülükünün peşvası bolmuş Məxdumzadə xan yarlıqını közgə ilmay, bizlər kim sülüki işqiya qutbul əxtabıga köңlüdə gine odavət, xusumət saxlab, yoşurunu qəsligüçi qatıllarını əvətibdi. Hilmi hem keçi yarələrimiz bu şumluqni aldın sizib qilib, tayarlıq körüb, hushyor turğanlığı üçün bu bala qazadan aman qaldıq. Qatilni billa əkeldim. Əmir canablары so'ra qilib, təhqiqlab körgəyla. İşan ərzini tügütüb, Molla Saqi bilan Molla Naqining hamrohligida sirtqa qoldirib qo'ygan cho'qir yuzni saroyga boshlab kirdi. Bir qo'shiq qinimdan kesile əmir canablары, dedi çoqur yüz kechidagi dahshatli qiynaqda ishib ketgan zakrini avaylığınca püklinib turib. Mirza Haydar Doğlatı çoqur yüzni qaytadan so'roq qildi. Hayat qilish vazifasida hech nimani o'ylamagan gunohkor barliq qilmishlarini to'liq iqror qildi. Gunohkorning iqrorini anglab, saroydagi bag sipahlar g'ulg'ulga tushdi. Ahvolni to'liq bildilar, dedi Hoca Hidayetullah İşan Mirza Haydar Doğlatı'ga qarab. Bu gunohkorni xon yorliqi bo'yicha jazolab bergaylar. Çoqur yüz İşanның oqshamqi va'dasidan yenilib, yüzsizlik qilayotganligini ko'rib, yolvorishga boshladi. Meni o'ltirmaslikka va'da qilgandilg'u hazratim. Endi va'dalardan invoganlari nimasi? Unda qilmasılar, musulmonning lavzi halol debdikan. Ko'rdingmi, Əmir janoblari, bu mulhidning o'ktamligini, dedi Hidayetullah İşan pushuqliq qilib. Saqiyachilar gunoh o'tkazsa, kechirim qilinadigan yorliq yo'qdir har qachon. Bir g'azab, deb to'lidi Mirza Haydar Doğlatı. Şu haman ikki nökər yugurib kirib, dad pəryat kötürgən çoqur yüzni darqırtıb sörgünəcə etməndi. Toxtab turunglar, dedi İşan birdilla jallatlarga vaqirab və Mirza Haydar Doğlatı qarab, qol bağlab turub, gepini davamlaşdırdı. Əmir janoblarının adalatiga əşqallah. Janobları haqiqatan sülük məzhəblərə yan basmay, Sultan İsmail Xan alilərinin yarlıqını adillik bilan icra qildikanlar. Bayam əmir janoblarını sınab baqqan edim.
Şu tapda xan alilərə büyük Saidiyyə səltənətik bolğan sadaqətlərindən intayın qayıl boldum. Mən bu azğın bəndigə rastilla ləvzi qılğan idim. Şuna onun bir qoşqinni əmir cənablarından tiləməkçimən. Bu günahkar əziz canlarına qəsd qılmaqçı bolğan tursa, yana tilvanmaqçı bolğanlar nemisi Hazratim? Dedi Mirza Haydar Doğlati İşanның kən qursaq mərtlikiga qayıl bo'lib. Oğu şundaq, dedi Hidayetullah İşan özünü texmi oliyjanob ko'rsatishga tirishib. Ammo bandining taqdiri yaratgan egisining qo'lida. Allah Taala xolisa bandisini har sabablar bilan yeniga chaqirdi. Xolisa har baladan aman eson saqlaydi. Çünkü haqning qudrati paxtaning orasida o't saqlashga qodir. Gerçi bu azg'un banda nashkur qora niyat xo'jasining farmoni bilan meni qasdlamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, yaratgan egam aman eson saqlab qoldi. Mana bu Alloh taolaning cheksiz himmati. Bizlar kim qutbul ahtab valiyulloh bo'lmish Saadetmen ehli sülüknün yol bahçesi boğan kişi qarab durup bendini zulümdün, azğunni tuyuq yoldun qutuldurmasak, buni Allah zinhar rava ko'maydi. Allah meni bala qazadan saqlagan ekan, mening bu bendini ölümdün qutuldurmaqim vacibdir. Şuna emir janoblarının yana bir qitim himmat qilib, bu azğun bendining acizəsinin tul qilishidin, cho'chiridak narasida bolalarının yetim bo'p qilishidin saqlab qilishlarini tilayman. Ziyoda xunzirlik Allah'ның irodasi emas, mehribonlik, sila rahim, kang qursaqlik, mardlik va saxovat zoti ulug' kishilarning fazilatidir. Bad axloqlar buningdan ibrat og'ay va to'g'ri yo'lga qaytqay. Yaratgan egamdin bul azg'un bandining diliga insof va iymon tilmakdan o'zga muddaoyim yo'qdir. Hazratim shuncha vala kan qo'saqlik qilgan yerda men johillik qilib turvasam bo'lmas, dedi Mirza Haydar Doğlati İşanning dabdabalik nutqidan ta'sirlangan holda va jallodlarga qarab vaqirdi. Bo'ldi, gunohkorni qo'yutinglar. Hazratim uning dilini iymon nuri bilan yoritqay. Amir janoblarga hayshqallah, İşan hazratlarimga hayshqallah, dedi o'lim vayimizdan qutulgan cho'qir yuz kallasining teqchilar aman qog'iniga ishonmagan holda. Mumkin bo'lsa, amir janoblari bugungi ushbu suiqasddan xon olilarini xabardor qilib qo'ygan bo'lsalar, dedi Hidayetullah İşan. Bu ishlardan xon olilarga albatta ma'lumot yo'llaymiz, dedi Mirza Haydar Doğlati. Şu tapda İşan Mirza Haydar Doğlatining Sultan İsmail Xonga yo'llagan ma'lumotiga o'zining ashaddiy raqibini kechirganligidan oliy janobligini qoldirmay yozdiganligiga to'liq ishonch bog'lagan edi. Mirza Haydar Doğlati bo'lsa Hidayetullah İşanning ko'z oldida o'ynagan bu sehrgarligidan qilchilik gumonlanmagan edi. Himmetlerge hayshqallah, amir janoblari, ijozat bersizlar, endi men qaytay. Hidayetullah İşan shundoq degunicha cho'qir yuzni Molla Saqi bilan Molla Naqiga yo'latkizib, Qubulxondan yenib chiqdi. Bu mal'unni o'limdan tilvaganliklarining boisi nimikin pirim? Mumkin bo'lsa, tushuntirib qo'ygan bo'lsa, dedi İşan qasrining xutbexonasida İşan bilan yolg'iz qolgan Molla Saqi xalifa. Keyin bilib qalla xalifam, dedi İşan ilgarlik bilan kulib. Jannat makon mazar podshohi padar buzurgim menga madad beryotdi. Ey xalifam, biz bu murtadni ashu asi amir sizmo o'limga buyuray olaymiz. Ammo ul Doğlati amirning oldida uning gunohini tilishim bu murtadning ko'nglini utish uchundir. Mulhid Maxtumzodining sanoqliqli kuni qoldi.
Xudo xolisa pat yaqında ölüm xabarini anglaymiz. Aytqanlar kelsin, nimatlik pirim, dedi Molla Saqi xalifa chiroyiga xushamat kulkisini yugurtib. Heliqi badbaxtni obdan xizolantirib, qiynoq yarsini jarrohga amlitib, tezrak saqaytqayla. Obdan ko'z quloq bo'lib, qachirib qo'ymanglar. Xo'sh, dedi Molla Saqi. Hafta o'tganda jarohati xilni saqib qolgan cho'qir yuzni Hidoyatullo Eshon xutbaxonasida qabul qildi. Ey azg'un banda, dedi Eshon chiroyiga surlik tus berib, ovozini vazmin chiqarib. Aytqina, ilmu ham o'z sulkunga irodat qilgan bormi? Ko'nglingdagi gapingni bilgin bor. Meni Hazratim ölüm girdavdan qutuldirib olgan, ashu soatdan boshlab Saqiya sulkidan qo'l yuvganman, dedi cho'qir yuz Eshonning putiga esib turib, yum yig'lab. Ko'zimning ko'rliqidan ulug'larni farq etolmay, pirni xato tanlabdiman. Nahvoda pir buzurgim loyiq ko'rib, meni muridlik qabul qilsa, bir umr pirimning peshini tutib, xizmatini qilg'im bor. Gunohingni tavba qilamsan? Ming martaba tavba qildim pirim. Pir rizosi Xudo rizosi debdikan, gunohimni mahfirat qilg'ayla pirim. Molla Saqi bilan Molla Naqining guvohligida Hidoyatullo Eshon cho'qir yuzni muridlikqa qabul qildi. Cho'qir yuz tarat ilib, Qur'on Karimni tutib turib, Hidoyatullo Eshonga mangu sodiq bo'lishga, barliq buyruqlarini bajondil o'rindashga qasam qildi. Cho'qir yuz Hidoyatullo Eshonning shafqatidan, mehribonligidan, mardligidan qattiq ta'sirlangan edi. Shunga u o'zini Eshonga butunlay otib etdi. Ilgirki pir buzurgi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshondan to'liq yuz o'rdi. Hidoyatullo Eshonning sehr afsonlarining ta'sirida Maxtumzodaga tish tirnoqigacha o'sh bo'ldi. Ular xutbaxonada bir osh peshimgacha kusurlashdi. Orliqda so'pi xizmatkorlardan akirgan bochka bosgan poloni bir liganda o'tirib yeyishdi. Shuncha yillardan beri Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonni pir tutib, xizmatini qilibmi bir taboqda osh yeyish sharifiga erishamagan cho'qir yuz. Bu katta iltifotdan qattiq ta'sirlangan edi. U ko'ziga issiq yosh oldi. Tamoqdan keyin Xo'ja Hidoyatullo Eshon cho'qir yuzga kusurlab turib, yana bir muncha ishlarni chekildi. Cho'qir yuz to'xtamay xo'sh deb boshlang'ishib turdi. Әмісә ishlar shundoq bo'lsin, dedi Hidoyatullo Eshon cho'qir yuzga ashu kuni kechasi oqtirib, qo'yindan tepib olgan zahar qochlangan nosibal qopqini qaytirib berib turib. Nusrat xabarini tezroq yetkazgayla. Xotirjam bo'sla pirim, jinim bilan o'rindayman, dedi cho'qir yuz yurgidan chiqarib va'da berib. Eshon inom qilgan 50 sar oltinni qo'yniga selib turib. 6. Şahnishinga yandash silingan Amri Kabir divani sürlüklüki bilan ordidagi boshqa divan saroylardan olayda farqlanib turadi. Ordidagi cho'ng kichik Amirul Umra Bagu bigatla boshqa divan saroylarga xohlagancha kirib chiqqanligini bilan Amri Kabir divaniga unda xohlagancha kirib chiqolmaydi. Faqat bir qism yuqori darajalik harbiy sarkardalarning Amri Kabir divaniga ruxsatsiz xohlagancha kirib chiqish imtiyozi bor edi. Boshqa divan saroylar turli gul naqshlar bilan, oltin, kumush, mis qashtishi va yog'ochdan yasalgan turli san'at buyumlari bilan bezalgan bo'lsa, Amri Kabir saroyining tomlari, uyuq mehroblari, turli jang qurollari bilan bezalgan edi. Şoňamy adatdagi kishilarga bu saroy to'liq surlik, soğuq ta'sir beradi. Saroyning to'ri tarafidagi 3 poyliq marmar supining ustidagi hashamatli kursiga yo'lvoz terisi, pastdagi o'ng so'l tarafga qator qo'yilgan kurslarga arslan, bo'ra, qoplon qatorliq yirtqich hayvonlarning terisi silingan edi. Bugun Amri Kabir divaniga Ilg'ar, Javang'ar, Barang'ar qo'shinlarining amirlari, 2 nafar mushavir,
Ostana muhofizatchilar qo'shinining amri Mirza Avazbek. Orada muhofizatchilar qo'shinining amri Malika Muhtaram xonim qatorliq yuqori darajalik harbiy sarkardalar yig'ilgan edi. Tördeki yo'lbos terisi bilan tashlangan kursida amri kabir Mirza Babaqbek chiroyiga surlik tus berib o'tiradi. Mirza Babaqbek bilan ikki mushavir bagdan boshqalar Dobulğa, savut qatarlıq hərbi kiyimlər bilan to'liq jablanışqan bo'lib, yonlariga o'zlari yaxshi ko'radigan jang qurollarini eslatishgan edi. Odatda Amerika bir divondagi lashkari mushaviratga taklif qilingan sarkarlardan jang kiyimlarini kiyishib, to'liq qurollanib kirish talab qilinadi. Xonliqimizdagi bahodir sarkarlarning hayvisi ve jasaretinden Irak yakındaki xonliqlar Saidiya tasarrufiga ko'z qirini silishqa petnamayvatgan bo'lsa-mu, lekin yanıla lashkari mudofiani kuchaytirib, ehtiyot qilmaqimiz zarur deb gapini davomlashtirdi Amerika bir Mirza Babaqbek. Lashkar sarvozlarning mashqi kuchaytirilib, jangbozlik mahorati o'stirilgan. Dövlət panahimiz Sultan İsmailxon oliylari Saidiya taxtiga barqaror bo'lgandan beri ikki qismdagi suduk mazhab jiddallarini önümlük tadbir qo'llanib cheklab, Saidiya tasarrufida tinchlikni asliga keltirgan bo'lsa-mu, lekin suduk peshvolari o'tirsidagi nizo adovatlar texi taltukuz tuguguni yo'q. Ular har qachon bir-birini yo'qotish uchun tishlarini bilashmoqda. Saltanat tizginini qo'llarga elib olish orqali xon olilarini tizginlab turish uchun yuqori darajalik o'rda arkonlariga qasd qilishmoqda. Yaqinda yuz bergan sarkarda Malika Muhtaram xonim va sarkarda Mirza Avazbek qasrida yuz bergan suiqasd bu farzimni dalillab turibdi. Gerçi qotillar o'lib yoki qochib qutulgan bo'lsa-mu, lekin aşu saltanat düşmanlarining qor qo'li muhim sarkarlarimizga so'zilganligi aniq. Shunga ordu muhofizati kuchaytirilgandan tashqari har qaysi amir sarkarlarning qasri qo'g'dilishi, Ostonaning ko'cha rastlaridagi kechilik jizakchilar kuchaytirilib, yo'chun sayoqlarning kechida yo'l yurishi cheklanishi lozim. Malika Muhtaram xonim qasrida xizmatkor qiz Oyni Yozxon fojiasi yuz bergan kechasi Ostona amri Mirza Avazbek qasridimi ikki qorovul ig'ir yaralangan. Maqsadiga yetilmagan suiqasdchi qochib ketgan edi. Shuningdan keyin qorovullar ko'paytirilib, muhofizat kuchaytirilgan bo'lsa-mu, Amerika bir Mirza Babaqbek lashkari divonga bir qism yuqori darajalik sarkarlarni taklif qilib, olayda kengash chaqirgan edi. Oyg'oqchilarning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, Qashqardagi Hidoyatulloh Eshon boshchiligidagi sulki ishqiya targ'ibotchilarining faoliyati yana jonlanib qopti-dak, dedi sarkarda Avazbek so'z ilib. Gerçi Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'lati janoblarining kuchli tadbir qo'llanishi va unumlik cheklashi bilan suluk mazhab qirg'inchiliklari yuz bermagan bo'lsa-mu, ammo ishqiyachilarning qaytadan bosh ko'tarishi yaxshilikning bishorati emas. Davlat panoh xon oliylari Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon hazratlarining qasriga qayta ziyofatga berib, o'tirdagi sovuqchilikni pasaytgandan beri Ostonadagi sulki Isoqiya muritari yana haddidan ishqa boshladi. Ular Maxtumzodaning homiyligida turlik vositalarni qo'llanib, sulukdan mustasno oddiy avomni Isoqiya sulkiga kirishga va sulki ishqiya muritlarini sulukdan yenishqa majburlab bo'zaq qilmoqda. Xonlik qonun farmonlar bilan ochiq oshkora qarshilashmoqda. Yani birer çoğunrak macra yüz berip qalsa, xon oliylarining ko'ngli parakanda bo'lmasin deb ularga ko'p yo'l qo'yib kelyapmiz. Ahvol mushundoq davomlashib ketaveradigan bo'lsa, suluk mazhablar o'tirsidagi majradan saqlanmoq tasga to'xtaydi. Qo'limizda xon oliylari tushirgan yorliq bor,
dedi Malika Möhtərəm xanım. To'la yüz avaylab o'tirmay, barliq yarliq bo'yicha ish qilganimiz tuzuk. Vaqti kelganda, ashu piri buzruk bo'lmish Maxtumzodinimi cho'chitib qo'ymoqlik kerak. Zinhor undaq qilmasinlar, dedi Amir Kabir Mirzababaq. Bu haqda xon oliylarining ko'p bosh og'riqi bor. Janobi sarkardilarga ma'lumliq. Saidiya tasarrufidagi avomning ko'p qismi degudak ahli tariqat yo'lini tutgan. Ularning o'z piri buzruklariga bo'lgan hurmat ixlosi intayin kuchli. Ashu piri buzruklarni saltanat surga tayinib, mundaqla ranjitib qo'ydigan bo'lsak, ahvoldan bexabar oddiy ra'iyat qo'zg'olib ketadi. Bu saltanat uchun cho'ng bir ofat. Sultan oliylarining sukutda turmoqining boisimi ham shu. Shunga bu ishda to'liq ehtiyotjon bilan tadbir ko'rmaklik kerak. Mirzababaq Ostona amri Mirza Avazbekka qarab so'zladi. Ostona muhofazati kuchaytirilib, sulki Isoqiya muritlarining zo'rliq zo'mbuluqi cheklangandan sirt Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon hazratlarining manfaat, imtiyozi daxil taruzga uchirmag'ay. Biz faqat ikki sulukdagi ashaddiy muxlislarning jidal majralarini önümlük to'sib, xon oliylarining shundaqla o'rdidagi yuqori mansabdagi amirlarning omonligini qo'g'disaqlar. Buyuk Saidiya tasarrufidagi nisbiy tinchlikni uzoq muddat saqlab qola olamiz. Ya ul piri buzruk azizlarga chaqilg'ili bo'lmasa, ya xon yorliqini unumlik ijro qilg'ili bo'lmasa, tazmi bir tasish bo'ldi-ku bu, dedi Malika Möhtərəm xanım g'o'dirab. Qaqshimizlar sarkarda, dedi Mirzababaq Malika Möhtərəm xanımga qarab kulib turib. Yaqindan beri el arsida tarqalgan urg'ili bo'lmas xo'jini, tillig'ili bo'lmas xo'jini, xudo ursin xo'jini deydigan so'zlarning tarqalib yurganligini silimi anglagan bo'g'iydilar har qachon. Amsa xudoning urishini kutib saqlab tursak bo'ldi ekanda, dedi Malika chiroyini purishtirib. Saroyda shu hamon kulki ko'tarildi.